ugriga chidasa bo'ladi. Lekin ugridan keyin qoladigan yiringli dog'liga qanaqa qilib chidash mumkin? Ugridan qolgan dog'larni yo'qotib beradigan sivritka. Основной katta sivritkasi va o'zinglar bilan sayohatga olib yurish uchun 7 kunlik mini sivritkasi. Sivritka sostavida madikasosay, glitserin qizlar, bundan tashqari Centella asiatica, giluronka, sodium DNA bor qizlar. Bu hammasi ugridan qolgan dog'lar, yiringli dog'larni yo'qotib berishga, yuzingizni tinchlantirishga ishlaydi. Sivritka effektivniroq ishlashi uchun shunaqa Chudot Sevendan soothing krem ham bor qizlar. Sivritkadan keyin kechqurungi uxlinglarda ishlatasizlar. Mana ochib ko'rsataman. Komponentlarni ko'ryapsizlarmi? Yuzni juda ham zo'r namlaydi, tiniqlashtiradi, dog'larni ochartirib beradi. Rezultatini bir kunda ko'rmaysizlar, ishlatishni boshlaganinglarni уже 2-3 haftasida ugridan qolgan yiringli dog'larni tegi bilan yo'qotib beradi.